Bilarmidingiz, dunyodagi odamlarning atiga 10-20% chapaqay hisoblanishadi. Chapaqay bo'lish bu shunchaki holat emas. Bu nevrologik o'ziga xoslikdir. Bilamizki, bosh miyamiz o'ng va chap yarim shardan iborat bo'ladi. Ya'ni chapaqaylarda esa o'ng yarim shar faol ishlaydi. Chapaqay insonlar orasida mashhur insonlar juda ko'p. Ya'ni buning uchun rassomlar, artistlar yoki sportchilar shu jumlasidan. Leonardo da Vinci, Lionel Messi, hattoki Bill Gatesning o'zi ham chapaqay insonlar guruhiga kiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, chapaqay insonlar tez fikrlaydigan, ma'lumotlarni tez o'zlashtiradigan insonlar guruhiga kirishadi. Lekin chapaqaylarda stresslarga sezgirlik biroz yuqori bo'ladi. Xullas, chapaqaylik bu kamchilik emas, bu miyangizni o'ziga xos super kuchidir. Albatta bu videoni chapaqay tanishlaringizga yuborib qo'ying.